ayollar chidamli bo'ladi-da, juda chidamli, juda sabrli bo'ladi-da. Mana chidaydi, munosabat har qanaqa haqoratni chidaydi. Ba'zi shunaqa ayollar bor. Endi men hammasini aytmayapman. Shunaqa ayollar bor. Haqoratni ham chidashi mumkin, tazyiqni ham chidashi mumkin, hamma narsani chidaydi. Bir kun prost mana bu uzilmagunigacha. Ichidan agar sabr kosasi to'ladi-yu, uzilib qoladi-yu, 7 yilda kimdadir 2 yilda, kimdadir 2 oyda uzildimi? Bo'ldi. Siz bu ayolni bu dunyolarni olib beraman deng. To'ngni o'zgaraman deng. Men senga endi bo'ldi, faqat senga e'tibor beraman deng. Qaytara olmaysiz. Bo'ldi. Uzildimi ichida bo'ldi. Shunaqa sovuq muz Antarktida bo'lib keladi ichi. Shu insonga nisbatan bo'ldi. Bu ayol o'zi eplaydi, o'zi oilasini qiladi, hammasini o'zi qiladi. Lekin erdan ketadi. Ana shungacha olib kelish kerak emas-da. Shuning uchun ham suhbatlashish kerak. Ana shuning uchun ham o'tirib, shu ayol bilan umringni o'tkazishni xohlaysanmi? Shu ayol seni sevyaptimi? Shu ayol senga shuncha mehr, muhabbat ko'rsatyaptimi? E'tibor ko'rsatyaptimi? Ozgina sen ham shunga nisbatan mehrli bo'l. E'tiboringni ko'rsat.